Hayotda har kimning sinovi bor. Kimdir kichik qiyinchilikda charchar, kimdir og'ir sinovda ham shukrona aytar. Oqila Nishonova ham har doim shukr aytguvchi insonlardan. U 2 farzandning onasi. Har ikkalasi tug'ma kasallik bilan dunyoga kelgan. O'g'li uchun uyini sotib, jarrohlik amaliyoti qildirdi, ammo natija kutilgandek bo'lmadi. Endi esa farzandlarining kasalligi og'irlashmasligi uchun kerakli muolajalar zarur, lekin moddiy imkoniyat yo'q. Ijara pulini to'lash ham mashaqqatga aylangan. Oqila opa uchun farzandlarining nafas olib turishi eng katta baxt. Ming bora shukr qilaman. To'g'ri, endi ozgina dardi bilan berdi. Allohga shukr. Dardi bilan bo'lsa ham berdi-ku. Beadad shukr qilaman. Muhimi nafas olyapti. Beadad shukr. Qiyinchilikda bir chegarasi bor. Bugun qiynalsa, albatta ertaga hammasi yaxshi bo'ladi. Faqatgina chidash, sabr topadi. Uning umidi sizning yaxshilikka bo'lgan qadamingiz bo'lishi mumkin. Agar siz ham bir onaga umid, bolalarga shodlik ulashmoqchi bo'lsangiz, o'z hissangizni quyidagi karta raqamlari orqali qo'shishingiz mumkin.